lavozimim, unvonim menga hech kim tegmaydi deganlar adashadi O'zbekistonda. Adashadi. Qonun oldida hamma teng. Ichki ishlar, prokuratura, soliq, bojxona, moliya, bank, yirik davlat kompaniyalari, vazirlar va hokimlar bir so'z bilan aytganda bironta idora va tashkilot nazoratda chetda qolmaydi. Compliance xizmatining faoliyatiga to'sqinlik qilganlar korrupsiyaga sherik deb ko'riladi. Ana shuni bilinglar. Bu yangi tizim majbur bo'ldim bu tizimni joriy qilishga. Qulog'imga ko'p gaplar kelyapti. Bu deb baholanadi va javobgarlik shunga mos bo'ladi. Prezident administratsiyasi compliance xizmati bu tizimning 1-yanvardan boshlab barcha davlat idoralari va tashkilotlariga ishga tushirilib, jilovni mahkam qo'lga olsin. Mansabdan qat'iy nazar poraxo'rlik va suiiste'molchilikka bo'yicha har bir holat yuzasidan Prezident administratsiya compliance xizmati shaxsan menga axborot qiladi. Hech kimga bo'ysunmaydi. Ana shuni bilinglar. Agar biz mana shu yangiliklarni joriy qilmasak, odamlar bizga ishonmaydi. Ana shu bu yangi tizim bo'ladi. 1-yanvardan ko'plarga yoqmaydi. Menga yoqadi. Yoqmasa ketadi. Qonun oldida javob beradi hammaga. Muhokama ham qilmanglar. Men quloqimga ko'p odam kelyapti, unday ekan. U kecha-yu kun muhokama qilsalaring ketasizlar hammalari. Qabul qilasizlar, majbur bo'lasizlar. Men sizlarni hamma rahbarlarni eng oxirida rayon hokimlarining oyligini ham ko'paytirib berganman. Men ham rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman, bosh vazir bo'lganman. Mening oyligim bilan hozirgi rahbarlarning oyligini yer bilan taqqoslasa bo'ladi. Shuning uchun shukur deb ishlashimiz kerak hammamiz. Bu gaplarda agar oylikni to'g'rilab bermaganimda aytmasdim. Majbur bo'ladi. Hozir hamma rozi bo'lish kerak hozirgi yangi tizimdan. Vaziram, hokimam, hamma tizimdagi kattakon